Dilshod Moto'ni aziz podpischiklari, aziz yurtdoshlar, mana Dilshod Moto do'konimizga yangi tovarlarimiz kelgan. Hammasini bitta obzor qilib, chiroyli qilib tushuntirib berib o'taman. Videomiz yoqsa like va podpiskani va qo'ng'iroqchani bosishni unutmanglar. Qani ketdik. Aziz yurtdoshlar, hozir yangi kelgan tovarlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Hammasini bitta obzor qilib tushuntirib beraman. Buni o'tgan safar obzorlarimizda tushuntirib o'tganman. 6 ta 68 amperlik Miya motori Gruzovoy, yana aytaman, Gruzovoy, sportivniy emas, Gruzovoy 1800 1800 hozir bortini ochib ko'rsatib beraman. Mana hozir ko'rsatib berib o'taman. Akkumulyator 68 akkumulyator 6 dona qo'yilgan. Miya motor Gruzovoy 1800, reduktorlari ham eng katta reduktor 6 tishlikdan qo'yilgan. Xo'sh, motor ham mana Gruzovoy, 4 burchak Miya motor, 4 burchak motor. Xo'sh, mana bu pastdagi profili mana 6 ta qo'yilgan. Xo'sh, ballonlari 500 ga 12, 3 ta ballondan bir xil. Komplektida zapaska bor, kaska bor, damkrat, balon ключ va jilet bor. Bortlari mana 180 ga 130, 1 tonnalik yuk ko'taradi, 1 tonnalik yuk ko'taradi. Undan tashqari mana bunaqa elektronni ko'rishingiz mumkin. Elektronni hamma narsasi mana. Как положено, yomg'irni tozalaydi. Xo'sh, magnitofonlari bor, telefon qo'yadigan podstavkalari bor. Oynasi ham mana bunaqa katta oynadan qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. 3 xil rangda bor. Ko'k rang, dark blue deydi buni va qora rangda. Ko'rishingiz mumkin. 3 xil rangda. Keyingi tovarimiz mana yangi kelgan kabinamiz. Endi hali tax bo'lib yig'ib chiqarildi bu narsalar. Ko'rishingiz mumkin. Yangi kelgan kabinamiz 2 xil variantda bor. Baland bortlik va past bortlik. Baland bortlik ikkalasining o'rtasida 10 sm dan 12 sm farqi bor, lekin qolgan hamma narsasi parametri bir xil. Miya motor, akkumulyator, ichini, saloni, boshqa joyi, hamma joyi bir xil, farqi faqat ana shu bortiga farq qiladi. Boshqa narsasi farq qilmaydi. Keyin mana bu past bortlikda bolti 4 talik buniki mana. Mana hozir ko'rsataman. Mosti mana 4 talik buniki, past bortlikniki. Narxi ham o'shanda farq qiladi. Baland bortniki mana bunaqa 5 ta boltlik mana. Прямой полос deydi. Baland bortniki shunaqa. Undan tashqari mana tiyagalari ham bor. Past bortga 4 talik boltlik mostlik, buni bortlari past, razmeri bir xil, 180 ga 130, 1 tonna yuk oladi. Xo'sh, salonni ko'rsatib o'taman. Salonlari ham, afishkalari ham berjiviy rangda. Undan tashqari mana yonlariga ham afishka qildirganmiz, mana chiroyli chiqishi uchun mana ko'rishingiz mumkin. Yonlariga mana yon tomonlari mana bu yoqlari va orqaga temir ko'rinib yotmaydi. Chiroyli qilib afishka qilingan, mana ko'rishingiz mumkin. Videoni chiroyli beradi. Undan tashqari mana rollari ham BMW roll deydi. Hozir farasini ham yoqib ko'rsataman bitta. Dvorniklarni ishlatib ko'rsatamiz mana. Dvorniklar ishlayapti. Как положено, hamma narsa ishlaydi. Pultlari ham bunaqa pultlik kalitlari. Xo'sh, magnitofoni bor. Xo'sh, undan tashqari mana panejni повышение ham yoniga turibdi. Skorost uradigan ham avtomat mana oldinga, neytralga va orqaga. Xo'sh, mana orqaga yurganda kamerasi ham bor, kamera ham ko'rsatadi, bemalol ko'rishingiz mumkin. Va undan tashqari rushnoy ham oldiga turibdi. Xo'sh.
Mana tablolari elektron tablo. Afishkalar va cho'tcha qilingan, mana bu yoqlar ham rezin qilingan, ikki tomoniga rezin mana. Ko'rishingiz mumkin. Oynasi taqirab o'ynamasligi uchun mana spokойно ko'tarib tushiriladi. Mana taq degan ovoz chiqmaydi. Mягкий ko'tarib tushiriladi. Eshiklari ham gelik eshik mana. Xo'sh. Farasini hozir yoqib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Faralari, avarenka, поворотниклari как положено oqda yonyapti. Ko'ryapsizlarmi? Oqda. Oq yonyapti. Oldiga oqda yonadi. Undan tashqari mana ikkita pastga bu yoqqa, ikkita bu yoqqa tumankalari qo'yilgan va yana projektorni fara, LED fara, tepaga mana bunaqa projektorni fara qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Yorug'ni yaxshi ko'rsatib beradi. Oldi, orqa balonlari 500 ga 12. Katta balondan qo'yilgan. Undan tashqari mana o'qlarni ham ko'rishingiz mumkin. Qalindan qo'yilgan, yana ham qalindan qo'ydik. Sababi nagruzka tushgan payt o'qlari qayrilib ketmasin, sinmasin deb ana amortizatorlar ham unaqa qilingan. Keyin undan tashqari balon mana bu yoqqa tegmaydi. Ba'zi bir kabinalarida bor, balon mana bu yoqqa tegadi. Bunga balon bemalol svobodni qaytadi. Tegmaydi. Xo'sh, mana farasini ham o'chiraman, ko'rasizlar. Avarenkasining yonishini. Xo'sh, va tepasida bagajlari bor, luki bor. Orqasini ham ko'rsataman. Orqasi sariq yonadi. Xo'sh. Luklari bor mana. Luklari, ventilyatorlari, hamma narsasi bor. Salon chirog'i mana. Mana salonga ham chiroq yonadi. Undan tashqari bu yoqqa ham chiroq bor mana. Oynasi ham bor. Mana bu yoqqa ham chiroq yonadi. Bu yoqqa ham chiroq, yana ikkita chiroq bor. Xo'sh. Mana bu orqa zardini ko'radigan oynasi. Keyin yana nimasini ko'rsatsam bo'ladi. Xo'sh, boshqa narsasi pachta oldingilarini bir xil pechkasi ham mana. Pechkasi ham bemalol istadi. Kabina oladiganlarga bitta maslahat beraman. Tekin maslahat deydi. Ko'pchilik buni biladi ham. Olgandan keyin любой odam olib borib bir sloy tagida mana, tagidan bir sloy yupqa hamma joyini bir sloy shumka qilib olsa, erta qishga bemalol issiqqina yuradi. Sababi endi baribir kabina hammasi ham bunaqa qilib boltkaga keladi. Sababi sal tirqish joylari bo'ladi. O'sha joyda sovuq o'tishi mumkin. Shuning uchun maslahat bir sloy yupqa shumka qilib olsangizlar o'zingizga yaxshi, sababi issiqqina yurasizlar. Buni ham 3 xil rangi bor, ko'k, qora va mana bunaqa dark blue deydi. Dark blue rangi bor. Hozir dark blue rangidan bor edi, sotildi. Xo'sh, ana endi pasportning ichini ko'rsatamiz. Pasportlik ham xuddi shunday, ichi bir xil. Ichi bir xil buni ham. Mana. Buni ham ichi bir xil, hozir buni ham yoqib ko'rsataman. Mana tablolari, to'g'ri unaqasi, payneji payishini, skoros va rushnoylari ham hammasi bir xil. Uni ikkalasining farqi yo'q. Mana zadniy kamerasi bor. Buni tepasining afishkasi mana bardo'y qilingan, chiroyli qilingan. Mana hamma narsasi bor. Xo'sh, mana salon svet, orqa bak unaqani ko'rsatadigan oyna. Bunda ham svetlari bor. Xo'sh, ventilyatorlari bor, mana ishlaydi bunga ham. Hammasiga ishlaydi, bemalol ko'rishingiz mumkin. Pechkalari ham ishlaydi. Mana endi buni ham faralarni yoqib ko'rsatamiz va avarenkasini yoqib ko'rsatamiz. Buniki ham oq yonadimi? Hammasida bagaji bor. Bunga ham xuddi shunday oq yonar ekan, tepasiga. Hamma tumankalari, hamma narsasi bor bunga ham. Bunga ham oq yonar ekan.
Buniki ana bunaqasi farasi to'rtburchak, buniki dumaloq. Xo'sh, farqi shu borti bilan mostida farq qiladi. Farq shu. Xo'sh. Ana endi mana ko'rishingiz mumkin elektronniy. Dvorniklar ham elektronniy, mana asosan elektronniy eshiklari. Gelik. Buni ham 3 xil rangi bor. Qora, ko'k va dark blue ranglarda bor. Mana ko'k rangi. Ijod chiqarib qo'yapti bolalar, endi tayyor bo'lyapti. Mana bu bortining razницасini ko'rasiz, ozgina baland, 12 sm baland. Bunga tiyagalari bor. Bunga pasport qilingan, обычный mana bunga o'xshagan. Mana bunga o'xshagan обычный bort. Bu endi bort o'shandan sal balandroq bo'lib qo'yilgan. Xo'sh. Buni narxi 18 million so'm, buni narxi 17,5 million so'm. Xo'sh. 18 million, 17,5 million so'm narxi kelishtirib beriladi. Xo'sh, komplektida udarda, endi komplekt boshqa murovalarda bunaqa komplekt yo'q, sababi ko'pchilikda kelmagan. Buni komplektida zapaska bor, damkrat bor, balon ключ bor, jilet bor, kaska bor. Mana ochiqlarda qanaqa komplekt bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa komplektatsiyasi bor. Xo'sh, narxlari kelishtirib beriladi. Polkevning narxi 13 million so'm. Keyin mana bunaqa baland bordining semiz balonligi bor, mana ko'rishingiz mumkin. Mana semiz balonligi bor. Ya'ni shiroki balon. Bizning Shevada endi semiz balon deydi. Shuning uchun buni narxi ham 13 million so'm. Xo'sh. Mana shu yangi kelgan kabinalarimiz Xudo xolasa sotuvga chiqdi. Bugundan sotuvga chiqadi, sotuvga o'tdi. Xo'sh, undan tashqari hozir yana bitta yangi kelgan tovarlarimiz bor, uni ham bitta ko'rsatib o'taman. Bu tovarimiz oldin ham sotilgan, oldin ham bor edi. Mini traktor. Ya'ni Zubur mini traktori 1105 motorlik, radiatori antifriz suvda sovutadi. Xo'sh, ot kuchi 18 ot kuchi. Oldiga qo'shimcha silindr qo'yilgan, ertaga jatka toqish uchun. Jatka toqqaningizda mana silindr ko'tarib tushiradi jatkani. Orqasiga ham bor. Xo'sh, farachalari, mana tumanka faralari bor. Pavorotnik zadni anaqalari nima deydi? Avarinkalar yonadi. O'sha orqaga ham bitta faralar qo'yilgan. Boshqa traktorlardan farqini aytib o'taman. Endi ko'pchilik joyida bor, narxi arzon yo boshqa deyishingiz mumkin, lekin buni narxi sababini aytaman. Sababi mana oldiga lishni mana silindr qo'yilgan. Mana kelgan oldidan orqaga mana bu enshi unaqalar ko'tarib tushiradiganlari. Mana enshini ko'rishingiz mumkin va ko'tarib tushiradiganlari ham bor. Narxini sababi mana bu materiallar, mana qayerda material bo'lsa, mana materiallari qalin qilib ishlangan, ya'ni mustahkam. Ertaga masalan parod qilib, ana qilib qo'ymaydi. Undan tashqari ventilatori ham, yana vazn filtrida ham ventilator bor. Agar traktor ishlasa, mana ventilator aylanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ventilator aylanadi mana bu ichidagisi. Vazn filtr ham kattasidan qo'yilgan, uzun mana ko'rishingiz mumkin, uzun. Ventilator aylanadi. Sababi mana chang, mana bu yoqdan chang kiryapti, mana. Havo kiryapti, mana chang bilan kirishi mumkin. Kirganda ventilator changni kirgizmaydi-da, yana boshqatdan tashqariga chiqarib yuboradi, ya'ni filtrlab beradi. Xo'sh. Undan tashqari mana salarka datchik, akkumulyator datchik va davleniy datchik hammasi bor, mana datchiklar qo'yilgan. Bemalol olib traktor mazza qilib ishlasangiz bo'ladi. Undan tashqari mana rushnoy tormozlari ham bor. Balon alohida aylanadi, mana yakka tormoz deydi-ku. Mana bu tomonni bossangizlar, bu tomoni xalos qo'yib bo'ladi, unisi harakatlanadi. Xuddi shunaqa qilingan. Panejni pavishini skorusi 6 ta skorusi mana ko'rishingiz mumkin. Panejniga 3 ta oldinga, bitta orqaga. Pavishiniga 3 ta oldinga, bitta orqaga. Xo'sh, mana orqada ham silindr bor, ko'tarib tushadigan. Ot kuchi 18 ot kuchi mana yozib qo'yilgan, mana. Kim inglizchani tushunsa, HP degani, ya'ni horsepower. Horsepower degani ot kuchi. 1105 mana dizel injiner degan dizel motor.
Xo'sh. Nagurskada 1 litr 200 gram salarkan rasxod qiladi. Nagurskada ishlasa, ya'ni yer haydasa, pulib torsa, uni nagurska deyiladi. Xo'sh, mana bunaqa avtomatlar ham qo'yilgan. 18 ot kuchi. 3 ta remellik mana. Ko'rishingiz mumkin. 3 ta remellik. Undan tashqari jatka toqqanda yana bitta zapas qo'ygan. Jatkaga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Jatka ham tushadi bunga. Xo'sh, gulishturlari ham kattasidan qo'yilgan. Detali baquvvat qilib ishlangan. O'ta baquvvat traktor. Biron joy svarkasida yo boshqa narsa bo'lmaydi. Metal, shu detallari, shu metali baquvvat bo'lgani uchun narxi sal qimmatroq kelgan. Xitoy ham endi pulingizga qarab katifat chiqarib beradi. Mana bu rushnoy gaz. Rushnoy gaz bor, oyoqda ham gaz bor, uni sariq. Hamma narsasi chotki traktorlarga sifati zo'r. Traktor sifatiga gap yo'q. Biz o'zimiz nima qilib ko'rsatdik. Odamlar ishlatib ko'rdik, o'zimiz haydab ko'rdik, yaxshi zo'r sifatiga. Qo'sh, mana bu yana lishni turibdi, mana balon yana kengayadi. Balonlar yana kengayadi, bemalol agatlarga tushadi bu. Shu oldi ham mana oldingilar 4 ta boltdan keladi, endi hozirgilar 5 ta boltdan. Kalotkasi ham unaqasi katta qo'yilgan. Mana baquvvat qilib ishlangan. Hamma tomonlama sifati zo'r. Narxi 30 million so'm kelishtirib beriladi yana. Undan tashqari komplektida 2 korpusli pulugi bor va yer haydaydigan 1.20 lik pochva freza dedi, frezasi bor. Shu narsalar bor. Frezer va 2 korpusli pulugi bor. Sizlar bilan yana men Dilshod bo'ldim. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz tan jalo sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Yurtimizga eson-omon kelib kelishlarini nasib aylasin. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.